Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz muhterem kardeşler, aziz braderler. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı, yine Peygamber aleyhisselam'ın tercümalı hakkında toxtalib ötkendik. Yukarı dersimizde biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber buluştan ilgirki devir, yine cahiliyet devir hakkında toxtalib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya kelişten ilgirki cahiliyetlik Araplarning siyasi vaziyeti hem şu Peygamber aleyhisselam dünyanın kelişten ilgirki bolgan yine cahiliyetninki din diyaneti hakkında toxtalgan. Hem de bu növbette biz so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz Arablarning ijtimoiy ahvoli. Biz Arablarning ijtimoiy ahvoli bilan bir qadar tanishgandan keyin shu vaqtdagi vaziyatni yaxshi tushuna olamiz. Aziz qarindoshlar, tarix bizga bir davrni ko'rsatdi. U davrda hukm kuchlikning qo'lida haqiqat qabilaning nomidan arslab qolgan. Jamiyatda oqso'ngaklar ustun bo'lgan, usullar qonun bo'lgan, bishoralarning ovoz anglanmaydigan, qiz ayollarning qimmat to'liq e'tirof qilinmaydigan, ba'zi joylarda nariz qizlarninki, nariz qiz bolalarning hayotini xavf ichida qolgan. Qabilchilik nat kuchlik bo'lgan, dushmanchilik tuz yuz beradigan, kichik sabablar bilan qonliq urush boshlangan bir muhitda kishilar nom, shahrat va sharaf uchun yashaydi. Ammo haqiqiy insoniy qimmatlar ko'pincha unutilgan edi. Biroq shu vaqtda mena qorong'ulik ichida ba'zi yaxshi xislatlar bor edi. Yine şu Araplarning şu qabilvozlik, dushmanchilik tuziladigan ishlarni qilish, mushundaq qiz ayollarningki hayot xavf ostida qilish, bechora mazlumlarning ovoz olmaydigan mushundaq bir passiv jamiyatdimi? Yine yaxshi xislatlar topilgan albatta bo'lgan. Masalan, mehmondo'stlik, ahdiga vafo qilish, shajoat, boturlik. Mana bu xislatlar hech qanday jamiyatni qutqazadigan xislat emas. Bu xislatlar bor degandami, bu xislat shu jamiyatni qutqazolmaydi. Chunki ular şu devirde bir haqiqiy bir qo'mondonga ehtiyoj bor edi. Haqiqiy bir yetakchi ehtiyoj bor edi. Shularni bir xislatlari bilan qutuldirib chiqadigan, yaxshilik bilan qutulib chiqadigan, shu mehmondo'stlikqa ahdi vafo qilish shijoatdan qutulib chiqqan bir yetakchi, bir qo'mondon, bir ilohiy nurga ehtiyoj bor edi. Mana bu tarix insoniyat nurga muhtoj bo'lgan bir tarix edi, davr edi. Bugun biz shu bugun qabil nomi bo'lmasmi, millat bo'lmasmi, pul yoki mansab uchun bir-birimizga qalb yara solmay o'tamdik. Endi u vaqtda qabil nom batdi, shundoq chochqonti, xunukdi, ha? Hozir qanday qildi? Hozir hammamiz millati, partiya yo pul mansab yo shuhrat bo'lsa, shuning bilan boshqalarning qalbini yara qiladigan, kuchli odamlarning gap o'ttirga chiqadigan, ojiz odamning haqqi yo'qolib ketadigan bir holat emasmi? Aziz qarindoshlar. Tarixni o'qish faqat bilim uchun emas. Ya'ni tariximizni o'qish faqat bilim uchun emas. Belki özümüzü tüzüş için. Tarixni o'qishdan bo'lgan maqsad mudda nima desa, bilim oldi deganlik emas, faqat tuzishimiz uchun. Ilgirki tarixlarga qarab, ilgirki vaziyatlarga qarab, ya'ni shu jahiliyat qarab, men jahiliyat tushdimmi, tushmadimmi? Mening jahiliyat tarafim bormi, yo'qmi? Axloqiy jihatda yoki shu vaqtdagi shu arablarning shu payg'ambar kelishdan burungi jahiliyatga o'xshab qoldimmi, qolmadimmi deb, ya'ni shu tarixni o'qish orqali o'zimizni tuzish. Aziz qarindoshlar, biz yuqorida biz shu arablarningki ijtimoiy ahvoli haqida to'xtaldik. Endi biz tuvanda şu Arap cahiliyetinki iqtisodiy ahvoli haqida to'xtalamiz. U davrning iqtisodiy manzarasi shunda qaraganimizda, ko'z oldimizda qumburandek qilaymaganchilik. Shu qumburanlarning ichi cho'nqir sirlar ushirilgan. Nihoyat bir sirlarning ichiga to'lgan bir zamon edi. Boylik, pul, mol dunyo faqat bir turkum kishilarning qo'lida qolib qolgan. Ko'pchilik insonlarda qanoat topilmagan, xotirjamlik topilmagan. Bozorlarda shundaq sadalar yangrab ketgan. Karvonlar qarasa qumdallarni kesib o'tayotgan. Lekin shu harakatlarning, shu izlarning, shu bosgan qadamlarning, shu do'konning shundoq keyini qaraganda hech qanday adolat yo'q. Haqiqat yo'q. Fursati bor, ashundaq bir turkum kishilarla tijorat ustun turgan. Kuchi yo'qlar bo'lsa, turmushning qiyin sinoqligiga yolg'iz taqobilashtirishga majbur qolgan. Aziz muhtaram qarindoshlar, boylik o'skinlar qalb bo'sh qolib qolsa, bu taraqqiyot olmaydi. Faqat suratli ko'rinish go'zalliklar bo'ladi. Chunki haqiqiy rivoj adolat bilan barpo bo'ldi. Insof bilan mustahkamlandi, iymon bilan nurlandi. Shu davrning iqtisodiy ahvoli bizga nimani tushuntirdi desa, shu iqtisodiy ahvoli bizga bir haqiqatni eskartadi. Mol dunyo qalbni qutqazolmasa, insoniyat baxtga yetkazolmaydigan bir haqiqatni. Haqiqiy boylikningki qalbdagi iymon
adolat, o'zaro mas'uliyat ekanligini uqtirdi. Mana shu davrning qo'l hunarvachiligi ilib etsak, qo'l hunarvachiligi yo'qmidi? Ular bir bunda hunar qildigan, kasb qildigan kishilar yo'qmidi desa, arablar bu sohada eng keyingi qolgan edi. Ularning ko'pinchisi chorvachilik, savdo sotiq bilan mashg'ul bo'lgan, qo'l hunarvachiligi ishlari ko'pincha boshqa millatlar ustiga olgan bo'lib, arablar bu kasb keng taraqqiy qilmagan. Shuning bilan birga ba'zi oddiy qo'l ishlari, kunlik turmush zarur bo'lgan hunarlar mavjud bo'lsa-mu, ular yuqori darajada san'at ya kasb shakllanib ketmagan edi. Bu holat ularning turmush shakli va jo'grafiyalik sharoit bilan zich bog'liq edi. Mana jahiliyat davridagi arablarning iqtisodi asosan savdo sotiq, chorvachilik, qabila munosabat tayin etdi. Bo'libmi Makka savdoning muhim markazi bo'lib, karvonlar yoz Shamga, qishda Yamanga borib savdo qiladi. Baylar tixim boy bo'ladi, bechoralar tixim nomrat qiladi. Jazoni yana foyda pul keng tarqalgan. Qarz olgan odam qaytarolmaylam qolsa, mol-mulki yo'q, hatto erkinlikdan ayrilgan ahvollar ko'p yuz beradi. Adolat iqtisod sistemasi degan bir narsa yo'q. Bozorda aldamchilik, jing tarozining kam bo'lish, bahoni xohlagan odam o'stiradigan, xohlagan odam tushiradigan, ummatan adolatsizlik yuz bergan vaqt. Faqat kuch manfaating bo'lsa, iqtisoding bor, kuch manfaating bo'lmasa, iqtisoding yo'q. Hamma odam kuchligiga tayangan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya keldi. Kelgandan keyin jazoni riboni chekladi. Jing tarozi mezonini to'g'rilashga buyurdi. Namratlarga zakat sadiqa orqali yordam berish tartib soldi. Shunday qilib, mana iqtisodiy axloq adolat bilan bog'landi. Demak, jahiliyat iqtisodi, kuchlikning iqtisodi. Islom kelib kelgan iqtisod adolat iqtisodi bo'lib qoldi. Mana biz yuqorida qarindoshlar, Peygamber Aleyhisselam dünyaya kelishdan burunqi jahiliyatninki iqtisod haqida to'xtaldik. Navbatda biz to'xtalmoqchi bo'lgan arablarning jahiliyat axloqi. Ularning axloqi bormi yo'qmi? Shu Peygamber Aleyhisselam kelishdan burunqi arablarning axloqi qanday bo'ladi? Qanday tushunimiz bo'la desa, aziz qarindoshlar, jahiliyat davridagi arablarning bir ro'shan aloyiliklari bor edi. Ular mehmondo'stlikni sharaf bildigan, yo'lovchining qo'rsiq och qaytirish numus deb qaragan. Qum cho'l sharoit yashaganlik uchun mehmonga yordam berishni hayot mamat masalasi deb qaraydigan. Shunga bu odamning keng qo'lliqi qabilasining inovati aylanib qolgan. Shu davrdagi butkul kishilarniki keng qo'lmush holati qabilaning inovati bo'lgan sho'g'an. Ba'zi joylarda nom silish uchun hammasi xayr-saxovat qildigan. Shoirlar shu xayr-saxovat kishilarni maqtaydigan. Saxiy bo'laman deb basijda ishlanmadi. Shu davrda saxovat fazilat bo'lsa-mu, ko'pincha vaqtda bu fazilat faxrlanadigan nom shuhrat qabila inovat bilan bog'lanib qolgan. Islom kelgandan keyin bu keng qo'lliq bu saxovatni rad qilmadi. Bo'lmaydi demadi, balki keng qo'lliqni qo'lladi, tuzidi, pokladi. Xayr saxovat nom uchun emas, Alloh rizosi uchun bo'lishini o'rgatdi. Riyokorlikni chekladi. Demak, jahiliyatda saxovat bor edi. Lekin islom uni niyat va ixlosmandlik bilan kamolatga yetkazdi. Jahiliyat davridagi arablarningki yana bir alayda xislatidan, alayda bir ro'shan alayda xislatlardan birisi ahdiga vafo qilish edi. Ahd yana va'da, so'z, qasam ular uchun odamiylik sharaf edi. Bir odam shunda va'da bersa, uni ado qilish, buni numusum, majburiyatim deb qaraydi. Ba'zi qabilalar orasida tuzilgan ahdlar yillarcha saqlanib, agar bir kishi shunda qasam va'dasini buzsa, bu shu qabila o'ziga emas, butun qabilasiga numus ib keladi. Ahdiga vafo qilish ularning nazarida qonun dinga o'xshab ketgan. Shundaqdan bu vafodorlik ko'pincha qabilaning cheklamasida bo'ladi. O'z qabilasiga vafodor bo'lish, boshqa ziyon qilish normal ko'rish ahvolim bor edi. O'zining qabilasi vafo qilsa, boshqa vafoqimiz bo'ladigan. Boshqa qabilaning yomon ko'rsa, shundaq bir ahvol shakllanib qolgan. Islom kelgandan keyin ahdi vafo qilish ham yuqori martabaga ko'tarilib, va'da faqat qabilaga emas, Allohga, insonlarga, adolatga bo'lgan mas'uliyat deb qaraldi. Va'dani buzish ig'ir gunoh deb bayon qilindi. Demak, jahiliyat ahdi vafo qilish sharaf bo'lsa, islomda bo'lsa, iymonning belgisi aylanib qoldi. Aziz qarindoshlar, yuqorida biz jahiliyatdagi arablarning ahdi haqida to'xtaldik. Hamda jahiliyat arablarningki bir alaylikning ichida o'z-o'zini qadrlash, zulm sistemlar tuzib bitmaslik, xorliq bosh egmaslik ruhiyat haqida to'xtalamiz. Jahiliyat arablar bo'lsa, o'zini bek yuqori qadrlaydi. Bir odamga zulm qilinsa, yolg'iz qo'ymaydi. Qabiz orqa turib izzatni qo'daydi. Xor bo'lish ularning nazarida eng cho'ng ayb sanaladi. Shunga ular zulmga uchrasa, sukut qilmay, tiz bukmay, bor kuchi bilan qarshi ko'rsatdi. Bu ruh
Qum chul sharoit shakllangan qattiq muhit, qiyin turmush, doimli xavf xatar kishilarni Botir, Qaysar, izzatchan qilib tarbiyalaydi. O'z nomi qabilasining sharafi uchun jon berishni sharaf deb qaraydi. Lekin bu xil ruhning, bu xil tushunishning ikki yuzi bor edi. Bir yuzi, bir tarafi zulmga bo'yin egmaslik, izzatni qo'llash. Yana bir yuzi g'urur qabilachilikka aylanib qolib, kichik sabab bilan qonliq to'qinish sabab bo'lib qoladi. Islom kelgandan keyin bu izzat ruhini yo'q chiqarmay, yo'qotmay turib, balki uni to'g'ri bir yo'nalishga boshladi. İzzetni qabilda emas, Allohga bog'ladi. G'ururni taqvolik bilan tangshab, haqiqiy sharafning iymon ekanligini bayon qildi. Demak, jahiliyatga arablar xorliq boshlaydi. Islom bo'lsa, ularga xorvama, lekin zolim bo'lma degan mukammal o'lchamni berdi. Aziz qarindoshlar, jahiliyatga arablarning nurg'unlagan xislatlari so'zlab olsak, yana tugamaydi. Shuning qatoridan qiyin ishlar qadam bosish, xavf xatarga jur'at bilan yuzlanish ro'yidi. Ular qum cho'lning qattiq sharoitida yashaganlik uchun qiyinchilik ularning hayotining kunlik bir qismi edi. Suv kam, iqtisod cheklik, safar xatarlik bo'lsa-mu, ular karvon bilan uzun yo'llarni besib o'tib, yozning issiqi, qishning sovuqda yo'lda qaroqchilik bo'lsa-mu, hammasi ularni to'solmaydi. Ular shundoq jur'atlik, shundoq shajoatli kishilardi. Ularning bu shajoatni maqtash deyish xislatlardi. Ular qabil nomi uchun jang kiraverdi. Qiyinchilik ko'mish, suztirish uchun xavf yuzlanish bularningki asosiy ruhiy kuchini namoyon qilib turadi. Lekin bu jur'at, qaysarlik bu kishilarni to'g'ri yo'lga boshlayapti. Islom kelgandan keyin bu ruhni yo'q chiqarmadi, aksi paklab to'g'ri maqsadga yuzlandi. Qiyinchiliklar qadam bosish, haqiqat yo'l mustahkam turish, sabr taqvolik bilan bo'lganlikni bu islom o'rgatdi. Demak, jahiliyatdan qiyinchilik qo'rqmagan bir ruh ularda paydo bo'ldi. Demak, jahiliyatdan qiyinchilikdan qo'rqmagan bir ruh bo'ldi. Islom bo'lsa, ruhni haqiqiy insoniyat xizmatiga birlashtirib, islom uni paklab, tozalagandan keyin islomningki ruhiga asosan yo'l qo'ydi. Aziz qarindoshlar, men jahiliyatga arablarning alayliklari jumlasidan muloyimlik, temkinlik. Ular qaysur, botir bo'lsa-mu, hammasi undaq qattiq qalb emas edi. Qalbi shunday qetib ketgan kishilar emas. Bo'libmi kunlik turmushda, mehmon bilan muomala qilishda, do'stlar o'zaro qarindosh do'stlar bilan munosabatda nihoyat muloyimlik qadrlaydi. Qum cho'l turmush kishilarni bir-biriga ehtiyojli qilib qolganlik uchun so'zlashda sabr qilish, qalbni yorlantirmaslik, so'zni o'lchab yetish ularning odatiy bo'lib qolgan. Temkinlik ularning shajoati bilan maqtangan bir xislat bo'lib, yig'in majlislarda so'zlashdan burun o'ylanish, qabila nomi ziyon keltirmaslik, o'zni tutib olish, cho'nglarning oldida adab saqlash, bular jamiyatda qimmatli bir xususiyatlar deb qaralgan. Lekin bu muloyimlik, temkinlik hammasi tang qo'llanmadi. Ko'pincha o'z qabilasi yaqinlariga nisbatan shunday bo'lgandimi, dushman qabilasi bilan nihoyat qattiq muomala qilish ularga odat xarakterli bo'lib qoldi. Islom kelgandan keyin muloyimlik faqat qarindosh emas, barliq insonlarga bo'lish kerakligini ta'kidlandi. Islom bo'lsa, kang qo'saq va adolatni kamolga yetkazdi. Aziz qarindoshlar, jahiliyatga arablarning sahro cho'lga xos alayliklari, jahiliyat davrida arablar sahro muhitida yashaganlik uchun xaraktermi sahroga o'xshash kang, qaysar, tabiiy edi. Qum cho'lning qattiq sharoiti kishilarni kuchli, chidamchan, o'z to'yini qilib tarbiyalaydi. Ular uzun safarga chiqib qolsa, ocharchilik, tangsiz sharoit kunib ketgan. Sahro hayotida yo'lovchi yordam berish ularning eng cho'ng insoniy burchi deb qaralgan. Mehmonni qo'lsi to'qlash, qo'g'dash nomusim, sharafim deb his qiladi. Sahro kishilari o'z-o'zini baqadrlaydi. Xorliq, bashakmaslik, nomi qo'g'dash ularning ro'yiga singan. Cho'l turmushi ularni erkinlik o'rgatdi. Boshqaning hukmiga oson bo'yin egmaslik, o'zining qarorini yashash, lekin bu xislatlarning salbiy tarafi bor edi. Qabilchilik g'ururning oshirilishi, kichik sabab bilan dushmanlashishga kirishish bo'lib qoldi. Islom kelgandan keyin yana bu ruhlarni yo'q chiqarmay, uni tartib solib, ixlosmandlikka bog'ladi. Endi biz qarindoshlar yuqorida anlatganlarimizning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelishdan burun jahiliyatningki hayoti. Jahiliyat hayoti so'zlab kelsak, uzun bir davr, uzun bir musofa, uzun bir hayot. Endi biz bularning ichidan asosligi siyosat, iqtisod, din-diyonat va ijtimoiy ahvol va mushunday aloqador masalalar haqida to'xtaldik. Aziz qarindoshlar, anglag'imiz bir tarix emas. Bu payg'ambar alayhisolamning hayotining kelishidan ilgari bir zulmatli hayot. Bu hayotda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgandan keyin bu hayot zulmat nurga aylangan. Bu yerdan biz insof bilan o'ylansak, yaxshi bir o'zimizga bir ulgu olsak, biz qaysi hayot yashayapmiz? Bizning o'zimizning shaxsiy hayoti qaysi bir hayot ketib turadi bularning ichidan. Aziz qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo
har birimizga tavfiq, iymon, hidoyat ato qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti bilan yashab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti ostida o'tishni nasib qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelishdan burun jahiliyat davridagi hayotlardan bizni Alloh taolo yiroq qilsin. Payg'ambar alayhisalom kelgan bu ilohiy nurga bizni keltirib bersin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ib chiqqan bu nurda nurlanishga nasib qilsin. Qiyomat kunisi Alloh taoloning dargohiga borgan vaqtimizda Rasulullohning shafaati erishkilarni qatorini qilsin. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.